Komil. Bitta mujik bir parcha go'shtni olib toqqa chiqib ketadi. Boshda aytadi, "Mana ovqat pishiraman" deydi. Keyin pishiradi, ko'raman. Keyin teskarisini pishiradi. Keyin oxirida ko'rsadim, aytdim-ku deydi. Qiziq. Keyin gilam yuvadiganlarni ko'raman. Maza. Boshida kir gilam ko'rsatadi. Hozir yuvaman deydi. Keyin yuvadi. Men har safar o'ylayman, sizlar bu gilamni qayerdan oldinglar? Shunchalik kir gilam bormi dunyoda? Men o'shalanda bu uyimda gilamni yuvmay qo'ydim. Keyingi mujik chiqadi, kichkina g'ishchalardan uy quraman deb. Men uni ham ko'raman. Qiziq. G'ishchalarni qo'yadi. Kichkina aravacha bilan sement olib keladi. Tukadi, u yetmaydi. Keyin borib yana olib keladi. Ancha erkak ham uydagilarga ishga ketaman deb chiqqanda uydan. Keyin uy quratda, keyin tomini yopadi. Men tomin nimaga? Bu uy itak uyda-ku. Men u uyga yomg'ir yog'yaptimi? Mana uyni tomini yop. Keyin rulda ovqatlanadigan bratni ko'raman. Zo'r. Maza. Men to'g'risini aytaman, shu brat qachondir tiqilishini kutib ko'raman.